Men 16 yoshimdan beri pul topaman. 20 yosh bo'lsam hamma topgan pulimni onamga beraman. Nimaga unaqa qilasan deb so'rasanglar, da qayerdadir qizlarga gul bera olmadim, o'rtoqlarimga sovg'a bera olmadim, o'zimga zo'r kiyim ola olmadim. Men bu narsadan hech qachon achinmayman. Bo'lgan achingan paytlarim 17 yoshimda, voy shuncha pulimni qatga qurtiyaptilar. Menda bir so'm cho'nchigimda yo'q. Men hozir 20 yoshga to'lib, men o'zimni uyimda video olaman. O'zimni mashinamda ishga borib kelyapman. Shuncha pul topdim, shuncha pulimni oldilar onam, o'zlariga bir tiyin qurtmasdan meni kelajagimni zo'r qilib qo'ydilar. U hayotda ham rahmatim aytaman, prosta shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz ham, oyijon sizga rahmat lekin dushi. O'shanda sizga mashina berganimda, o'sha mashinani ham sotib olib, nima qilasam menga berib, o'sha pulga ham uy oldingiz. Meni kelajagimni o'ylab.